Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook'dagi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarim. Bu Uyg'ur xalq eg'iz adabiyoti to'plami, sizlar bilgandek 6 tomliq kitob Şinjan Üniversitesi Neşriyat tarafidan nashr qilingan qadrli qarindoshlar. Buni biz qattiq muqovala qilib tayyorladik. Bizning bir doktor buni talab qilgandi. İnşallah bu yo'lga chiqadi. Qattiq muqobil 6 tomliq kitob. Teşhimini chiroyli zinnatlandim. Uyg'ur xalq eg'iz adabiyoti to'plami degan nomni qo'yib, 6 kitobni birga qo'ysanglar, hammasi ismi butun o'qiladigan shunday holatga keldik, qadrli qarindoshlar. Bu 6 tomning ichida Uyg'ur xalq efsane rivayetleri, Uygur halk çöçekleri, Uygur halk çöçeklerinden 4 kısım. Ondan başka Uygur halk latifeleri, çakçakları, lapları degen 6. kısım kitap. Şununla cem'i 6 kısım kitap qatarli qarindoshlar. Tedbir şirketi kitaplar bilen tedbir yeyishga davam qiladi, qatarli qarindoshlar. Allah'ın özgü amanet bulanlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.